Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarga 1.500 ming so'mdan berilishi haqida tarqalgan xabarlar nimani anglatadi? Kimlar bunga umid qilishi mumkin? Kimlar esa shoshilmasligi kerak? Eng asosiysi, hozir nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nabiralariga va oilasida yoshi ulug' inson bor har bir kishiga bevosita tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushunilgan xabar odamni ovora qiladi. Hujjatlarini bekorga ko'tarib yurishga majbur qiladi yoki undan ham yomoni firibgarlarning tuzog'iga tushirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda birma-bir tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi? 1.500.000 so'm degan gap qayerdan chiqyapti? Kimlar hujjat tayyorlashi kerak? Kimlar kutib turishi kerak? Qaysi joylarga borish kerak va qaysi joylarga umuman ishonmaslik kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, ko'p odamlar xatodan saqlanadi. Avvalo eng muhim savolga javob beray. 1.500.000 so'm hammaga avtomatik ravishda bir kunda hech qanday shartsiz tarqatiladi degan gapni ko'rgan bo'lsangiz, bunga ehtiyotkor qarang. Men bunday xabarlarni ko'p tahlil qilaman va tajribamdan bilaman. İjtimoiy tarmoqlarda ko'pincha rasmiy qaror, mahalliy yordam kompensatsiya, bir martalik nafaqa yoki ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan moddiy yordam bir-biriga aralashtirib yuboriladi. Natijada odamlar har bir pensionerga 1.500.000 so'mdan berilar ekan deb o'ylaydi. Aslida esa har bir to'lovning alohida tartibi, alohida manbasi va alohida sharti bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin pensionerlarning asosiy daromadi pensiya to'lovi edi. Ya'ni yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi belgilangan tartibda to'lanardi. Bundan tashqari, ayrim holatlarda mahalla orqali moddiy yordam, saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali yordam, bayram arafasida bir martalik to'lov, kam ta'minlangan oilaga yordam, dori-darmon xarajatlari uchun ko'mak yoki kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar berilishi mumkin edi. Lekin bularning barchasi avtomatik ravishda har bir pensionerga beriladigan yagona pul emas edi. Hozir nima o'zgardi? Hozir eng katta o'zgarish shundaki, davlat xizmatlari, ijtimoiy himoya tizimi mahalla yettiligi. Ijtimoiy xodimlar, pensiya bo'limlari va elektron ma'lumotlar bazalari orqali ehtiyojmand insonlarni aniqlash jarayoni kuchaygan. Ya'ni yordam ko'pincha kim murojaat qildi degan asosda emas. Kimning holati haqiqatan og'ir degan mezon asosida ko'rib chiqiladi. Ammo bu shuni anglatadiki, pensioner o'z holatini to'g'ri ko'rsatishi, kerakli hujjatlarni tayyor tutish va rasmiy manbadan tasdiq olish kerak. Shunchaki Telegramda ko'rgan havolaga kirib, pasport ma'lumotlarini yozish mutlaqo xavfli. Men birinchi navbatda quyidagi pensionerlarga e'tibor berishni maslahat beraman. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lganlar, nogironligi bor pensionerlar, og'ir kasalligi tufayli doimiy dori-darmon oladiganlar, qaramog'ida voyaga yetmagan bola yoki nogiron farzandi borlar, uy-joy sharoiti og'ir bo'lganlar, qarzlari ko'payib ketgan va kommunal to'lovlarni to'lashda qiynalayotganlar. Chunki bir martalik moddiy yordamlar odatda aynan shunday ijtimoiy holatlar bo'yicha ko'rib chiqiladi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner opa bor deylik. U kishi oyga 9.000 so'm pensiya oladi, yolg'iz yashaydi. Har oy 2.000 so'm dori-darmonga, 8.000 so'm elektr, gaz va suvga, 400.000 so'm oziq-ovqatga sarflaydi. Qolgan pul deyarli yetmaydi. Agar mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari bir martalik yordam masalasini ko'rayotgan bo'lsa, bunday odamning holati albatta inobatga olinishi mumkin. Lekin bu yerda u pensioner bo'lgani uchun avtomatik oladi degan gap emas. Uning ehtiyoji borligi sababli ariza va o'rganish asosida ko'rib chiqiladi degan mazmun bor. Yana bir misol. 2 yoshli otaxon oyiga 1.600.000 so'm pensiya oladi. Lekin u kishi o'g'li bilan yashaydi. O'g'li rasmiy ishlaydi. Oilaning umumiy daromadi oyiga 7.000 so'm. Uy-joyi bor, kommunal qarzi yo'q, sog'lig'i nisbatan barqaror. Bunday holatda otaxon pensioner bo'lsa ham ijtimoiy yordam birinchi navbatda unga berilmasligi mumkin. Chunki yordamlar ko'pincha eng og'ir holatdagi fuqarolarga yo'naltiriladi. Men buni aytayotganimning sababi shuki, odamlar men ham pensionerman,
Demak, menga ham bir xil pul tushishi kerak deb o'ylaydi. Amalda esa mezonlar ko'proq ehtiyoj, oila tarkibi, daromad va ijtimoiy ahvolga bog'liq bo'ladi. Uchinchi misol. Bir pensioner ayol 1 200 ming so'm pensiya oladi, lekin uning qaramog'ida nogironligi bor 35 yoshli farzandi bor. Farzandi ishlay olmaydi. Uyda parvarishga muhtoj. Har oy dori-darmon, gigiyena vositalari, shifokor ko'rigi uchun katta xarajat ketadi. Bunday vaziyatda pensionerning o'zi pensiya olayotgani yordam olishga to'sqinlik qilmasligi mumkin. Aksincha, oila sharoiti og'ir ekani alohida o'rganilishi kerak. Shuning uchun men doim aytaman, faqat pensiya miqdoriga qarab xulosa chiqarmang. Oilaning umumiy holati ham muhim. Endi 1.500.000 so'm masalasiga aniqroq to'xtalay. Bunday raqam ayrim hududlarda bir martalik moddiy yordam miqdori sifatida, ayrim hollarda kompensatsiya sifatida, ayrim holatda bayram yoki ijtimoiy dastur doirasida, yana boshqa holatda esa umuman noto'g'ri talqin qilingan xabar sifatida uchrashi mumkin. Shuning uchun men sizlarga eng to'g'ri yo'lni aytaman. Menga 1.500.000 so'm beriladimi deb umumiy so'rash emas. Mening to'yfam bo'yicha bir martalik moddiy yordam, kompensatsiya yoki ijtimoiy nafaqa bor yo'qligini tekshirib bering deb murojaat qilish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyangizni har oy o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, telefoningizga hech qanday shubhali SMS kelmagan bo'lsa, sizdan hech kim pul tushishi uchun karta raqamingizni, SMS kodni yoki pasport rasmini yuboring demagan bo'lsa, hozir vahima qilish shart emas. Rasmiy to'lovlar odatda pensiya jamg'armasi, bank, mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki davlat xizmatlari orqali amalga oshiriladi. Hech bir rasmiy tashkilot sizdan Telegram bot orqali SMS kod so'ramaydi. SMS kodni bergan odam kartasidagi pulni yo'qotishi mumkin. Eng katta xato shuki, ko'pchilik pensionerlar degan so'zni bitta to'yfa deb o'ylaydi. Aslida pensionerlar ham turlicha bo'ladi. Yoshga doir pensiya oluvchi bor. Nogironlik pensiyasi oluvchi bor. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bor. Kam ish staji bilan nafaqa oluvchi bor. Boshqa davlatdan pensiya oluvchi bor. Har bir toifaning huquqi, hujjati va tekshiruv tartibi farq qilishi mumkin. Masalan, nogironligi bor pensioner uchun tibbiy hujjatlar muhim bo'lsa, yolg'iz yashovchi pensioner uchun yashash sharoiti, qarindoshlar yordami va mahalla dalolatnomasi muhim bo'lishi mumkin. Yana bir nozik jihat ro'yxatda bor yo'qlik masalasi. Ayrim yordamlar faqat ma'lum reyestrga kiritilgan fuqarolarga beriladi. Masalan, ijtimoiy himoyaga muhtojlar ro'yxati, kam ta'minlangan oilalar ro'yxati, temir daftar yoki boshqa mahalliy ro'yxatlar bo'lishi mumkin. Agar odam haqiqatan qiynalayotgan bo'lsa ham, uning holati tizimda aks etmagan bo'lsa, to'lov kechikishi yoki umuman ko'rib chiqilmasligi mumkin. Shuning uchun men haqiqatan qiynalayapman deyishning o'zi yetarli emas. Bu holat rasmiy tartibda qayd etilishi kerak. Ba'zan pensionerlar hujjatdagi mayda xatolar sabab ham to'lovdan qolib ketadi. Masalan, pasport muddati o'tgan bo'ladi, yashash manzili boshqa joyda ko'rsatilgan bo'ladi. Bank kartasi yopilgan bo'ladi, telefon raqami eski bo'ladi. Familiya yoki ism yozilishida farq bo'ladi. Bir qarashda bu oddiy ko'rinadi, lekin elektron tizimlarda bunday tafovutlar muammo keltirib chiqaradi. Shu sababli men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga pensiya hujjatlari, pasport, bank karta va telefon raqamini tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Yana bir muhim nuqta. Yordam puli naqd shaklda beriladimi yoki kartaga tushadimi? Bu har bir dasturga bog'liq. Ayrim to'lovlar bank kartasiga o'tkaziladi, ayrim yordamlar mahsulot yoki xizmat shaklida berilishi mumkin. Ayrimlari esa mahalla orqali rasmiy davlatnoma asosida amalga oshiriladi. Agar kimdir sizga 1.500.000 so'mni olish uchun avval 5.000 so'm to'lov qiling desa, bu juda katta xavf belgisi. Davlat tomonidan beriladigan yordam uchun oldindan pul to'lash talab qilinmaydi. Ro'yxatga kiritib qo'yaman, tezlashtirib beraman, ichkarida tanishim bor degan gaplar ham alohida ehtiyotkorlikni talab qiladi. Yana ko'p uchraydigan vaziyat. Pensionerning nomida uy yoki mashina bor, lekin u amalda kambag'al yashaydi. Masalan, otaxonning nomida eski uy bor, lekin u uyni sotib pul qilishning iloji yo'q. O'zi esa 1.500.000 so'm pensiya bilan yashaydi. Tizim ba'zan mulk borligini ko'rib, yordamni rad etishi mumkin. Bunday holatda vaziyatni tushuntirish, uy joyning real holatini ko'rsatish, mahalla dalolatnomasi, kommunal qarzlar, davolanish xarajatlari va
boshqa hujjatlar orqali asoslash muhim. Ya'ni menda uy bor, demak menga hech narsa berilmaydi deb darrov taslim bo'lish ham to'g'ri emas. Lekin mulk masalasi tekshirilishini ham bilish kerak. Aksincha holat ham bor. Ba'zi odamlar yordam olish uchun daromadini yashirishga urinadi. Men bunday yo'lni tavsiya qilmayman. Chunki hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimlar orqali solishtiriladi. Pensiya, ish haqi, bank tushumlari, mulk, tadbirkorlik, avtomobil, oila tarkibi. Noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik yordamni qaytarish, javobgarlik yoki boshqa muammolarga olib kelishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l holatni qanday bo'lsa shunday ko'rsatish, mavjud xarajatlarni hujjat bilan isbotlash va rasmiy tartibda murojaat qilish. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hozir nima qilish kerak? Birinchi qadam, rasmiy ma'lumotni tekshiring. Siz yashaydigan mahalla fuqarolar yig'iniga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga yoki pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qiling. Bir martalik moddiy yordam yoki pensionerlar uchun alohida to'lov borligi haqida ma'lumot kerak deb aniq so'rang. Telefon orqali so'rasangiz ham bo'ladi, lekin imkon bo'lsa borib mas'ul xodimdan tartibni yozib oling. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yash manzili bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi. Nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar, dori-darmon xarajatlari bo'yicha cheklar, kommunal qarzlar bo'yicha ma'lumot, yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi dalolatnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma joyda bir xil ro'yxat talab qilinmaydi, lekin asosiy hujjatlar tayyor bo'lsa, vaqt yutqazmaysiz. Uchinchi qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada umumiy gaplar emas, aniq holat bo'lishi kerak. Masalan, men yoshga doir pensiya olaman. Pensiya miqdori falon so'm, yolg'iz yashayman. Doimiy davolanishim kerak. Har oy dori-darmonga taxminan falon so'm sarflayman. Kommunal qarzim mavjud. Shu sababli bir martalik moddiy yordam masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish kerak. Agar qaramog'ingizda nogiron farzand yoki kasal turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, buni ham albatta ko'rsating. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Og'zaki aytilgan gap bilan cheklanib qolmang. Ariza raqami, qabul qilingan sana yoki mas'ul xodimning javobini bilib oling. Agar davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, kvitansiya yoki elektron tasdiqni saqlang. Agar mahalla orqali topshirsangiz, kim qabul qilganini va qachon ko'rib chiqilishini so'rang. Bu sizga keyin holatni nazorat qilish imkonini beradi. 5-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqamini berishning o'zi ba'zan yetarli bo'lishi mumkin, lekin karta muddati orqa tarafdagi kod SMS tasdiq raqami. Bank ilovasi paroli hech kimga berilmaydi. Agar sizga pensionerlar uchun 1.500.000 so'm havolaga kiring degan xabar kelsa, havolani bosmang. Avval rasmiy tashkilotga qo'ng'iroq qiling. Davlat yordami haqida haqiqiy ma'lumot rasmiy saytlar, mahalla, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organlari yoki davlat xizmatlari orqali tasdiqlanadi. 6-qadam. Farzandlar va yaqinlar yosh ulug' qarindoshlariga yordam bersin. Ko'p pensionerlar telefon orqali kelgan xabarni ajrata olmaydi, hujjatlarni yig'ishda qiynaladi. Qayerga borishni bilmaydi. Agar sizning ota-onangiz, buyingiz, bobongiz pensioner bo'lsa, ulardan sizga pul berishadi ekan, biror joyga bordingizmi deb shunchaki so'rash yetmaydi. Ularning pasporti, kartasi, telefon raqami, pensiya tushumlari, kommunal qarzlari va sog'liq xarajatlarini birga ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa mahallaga birga boring. Bu nafaqat pul masalasi, balki ularning huquqini himoya qilish masalasi hamdir. 7-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Ba'zan odamga sizga berilmaydi deyishadi, lekin nima uchunligini tushuntirishmaydi. Siz esa qaysi mezon bo'yicha rad etildi, qanday hujjat yetishmayapti, qayta murojaat qilish mumkinmi deb aniq so'rashingiz kerak. Agar daromad yuqori deb rad etilgan bo'lsa, davolanish xarajatlarini ko'rsatish mumkin. Agar ro'yxatda yo'q deb rad etilgan bo'lsa, ro'yxatga kiritish tartibini so'rash kerak. Agar hujjat yetishmasa, qaysi hujjatligini bilib to'ldirish kerak. 8-qadam, hamma narsani yozib boring. Qachon murojaat qildingiz, kim bilan gaplashdingiz, qanday hujjat topshirdingiz, qanday javob oldingiz. Bu oddiy daftar bo'lishi mumkin. Ayniqsa yoshi ulug' insonlar ko'p narsani eslab qolishga qiynaladi. Yozuv bo'lsa, keyingi safar boshqa xodimga tushuntirish ham oson bo'ladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. 1.500.000 so'm degan raqamga yopishib qolmang. Sizning holatingizda 5.000 so'mlik yordam bo'lishi mumkin.
boshqa holatda 1 million so'm, yana boshqa dasturda 1 million 500 million so'm yoki undan boshqa miqdor bo'lishi mumkin. Eng muhimi, qaysi yordam turi sizga tegishli ekanini rasmiy aniqlash. Chunki ijtimoiy himoya tizimida pul miqdori ko'pincha dastur, hudud, byudjet, ehtiyoj darajasi va komissiya qaroriga bog'liq bo'ladi. Bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, pensionerlarga 1 million 500 ming so'm berilishi haqida xabar eshitsangiz, darrov ishonib ham ketmang, butunlay rad ham etmang. Rasmiy tartibda tekshiring. Har bir pensioner avtomatik oladi degan gap ko'pincha noto'g'ri talqin bo'lishi mumkin. Ammo ehtiyojmand, yolg'iz, kasal, nogironligi bor yoki og'ir sharoitda yashayotgan pensionerlar albatta o'z huquqini so'rashi, ariza berishi va holatini hujjat bilan asoslab ko'rsatish kerak. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l mahallaga yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasidan ma'lumot oling. Hujjatlaringizni tayyorlang, arizani aniq yozing. Ariza qabul qilinganini tasdiqlatib oling va hech qachon SMS kod yoki bank parolini begonalarga bermang. Agar siz pensioner bo'lmasangiz ham, oilangizdagi yoshi ulug' insonlarga bu ma'lumotni tushuntiring. Sizning hududingizda pensionerlarga qanday yordamlar aytilyapti? Kimdir 1 million 500 ming so'm olgan yoki hujjat topshirganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham real tajribadan xulosa chiqaradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilani ortiqcha ovora bo'lishdan yoki firibgarlardan saqlab qolishi mumkin.